Assalomu alaykum. Hurmatli gruppadagilar, ustozimiz Qahramon aka. Mana hozir bitta bemor kelganlar, opamiz fibraskalari bilan birga kelganlar. 3 oylik natijada rezultat. 13.01.2025 10.06 chiqqan. Elmurodova Shoira opa 63-yili 14.02 10.06. Mana bu hozirgi vaqtdagi rezultat. Elmurodova Shoira opa 63-yili 14.02 17.04.2025 mana fibraska 8,5 ga tushgan 3 oylik rezultat. Alloh shifo bersin. Torpeda chuvalchang kapsula natijasi 15 yillik kasallik.